Her yili yer şarida taxminan 50 milliard to'xu, 300 million kala insonlar tarafidan yevatiladi. Undaqda sun'iy go'sht qanday yasaladi? Biz bugun sinchiq saloni bilan birga ko'rib chiqaylik. Oldi bilan texnik xodimlar tirik hayvonlarning tenidan ozmoqdagi to'qilmalarga erishadi. Ondan o'sib yetiladigan g'o'l hujayralarni ayirib chiqadi. G'o'l hujayrasi xuddi uruq o'xshaydi. Uniga muvofiq temperatura, oksigen va oziqlik moddalarni berib, uni aldab, o'zini yanla egisining tenida deb turg'isila, g'o'l hujayra davomli nusxalanadi. Bir mezgil o'tgandan keyin hujayralar bo'linib, ibtidoiy taloga aylanadi hamda yig'ilib muskul to'qilmalarni shakllantiradi. Shuning bilan biz xom go'shtga o'xshash sun'iy go'shtga erishamiz. Ba'zilar so'rashi mumkin. Bizda an'anaviy go'sht tursa, nima uchun sun'iy go'sht yeymiz? Birinchi xil umumlashgan qarash shuki, sun'iy go'sht texnik bexatar bo'lib, an'anaviy go'sht manbasi ko'lamda virus, bakteriya qatorliq ziyonli ximiyalik moddalarning ta'siriga uchraydi. Masalan, 2019-yili Afrika cho'chqa vabosi yuz berganda, davlatimiz 1 million 20 ming tuyoqdan ortiq yuqumlangan tirik cho'chqani o'ldirib o'tgan. Ammo sun'iy go'sht orqali yetishtirilgan sog'lom tirik hayvonlarning g'o'l hujayrasi ham ishlab chiqaruvchilar to'liq kontrol qilingan muhitda ishlab chiqarilgan bo'lib, boshqa hech qanday jonliq bilan uchrashmagan hamda texnika bilan antibiotik ishlatmaslikni ishga oshirgan. Shunga buningga selishtirganda sun'iy go'sht texnik bexatar. Ikkinchi, sun'iy go'sht an'anaviy baqmachilikka o'xshash muhitga buzg'unchilik qilmaydi. FAO'ning mo'ljalligicha 2050-yili yer shari nüfusi 9 milliarddan oshib ketishi mumkin ekan. Shu joyda 70% ochlik ko'paytirish orqali nüfusning uzluksiz eshish ehtiyojini qondirishga to'g'ri keldi ekan. Buningga ergishib an'anaviy sanoatlashgan baqmachilikning muhitga bo'lgan buzg'unchilikka kelib chiqadi ekan. Ammo sun'iy go'sht ishlab chiqarishda chorvachilikdan hosil bo'lgan parnik gazi, xo'rg'on suv, ishlatilgan yer texnik oz bo'lib, shunga sun'iy go'sht muhitga nisbatan texnik do'stona ekan. Undaqda sun'iy go'sht shuncha yaxshi tursa, ajaba hech qanday masala yo'qmi? Albatta bor. Masalan, go'shtning ta'mi yetarli emas. Shundaqla go'sht beqishdagi mikro oziqlik tarkiblarini qanday kontrol qilishma pishib yetilmagan. Sun'iy go'shtni ishlatishning insonlarning sog'lomligiga ta'sir ko'rsatadigan ko'rsatmaydiganlikqa oid masalalar hozircha hal qilinmadi va aniqlanmadi. Shunga sun'iy go'shtni umumlashtirishga yana vaqt ketadi. Bo'san mazmun musharda aqlashdi. Agar sinchiq salonning mazmunlarini yoqtirsangiz, o'ng taraf ostidagi yulduz belgisini besib qo'yishni unutmang. Qo'llash shunchalik oddiy. Biz kelar qismda ko'rishaylik.